Assalomu alaykum o'quvchilar. Demak, iqtidor to'plami 6-yozma ish 41 masala. Uzunliklari 1, 2,5, 2,5 va 1,25 nisbatda bo'lgan 4 ta DNK molekulasi debdi. Demak, uzunliklari 1, 2,5, 2,5 hamda 1,25 nisbatni biz ixchamlashtirib olsak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerga yozib olganmiz. Ham yana bir narsa bor. Uzunliklari desa, demak, nukleotidlar soni bilan deyarli bir xil bo'ladi. Chunki qanchalik uzun bo'lsa, nukleotidlar soni ham shuncha marta ortiq bo'ladi. Shuning uchun berilgan sonni biz uzunlik emas, nukleotidlar soni deb qarashimiz mumkin. Ya'ni nisbatni. Berilgan nisbatlar ozgina qulayroq qilib olamiz. Ya'ni bu nisbatlarni to'rtga ko'paytirsak aniq sonlarga aylanadi. Ya'ni hammasini to'rtga ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, tak 4, 10, 10 hamda 5 nisbat desak to'g'riroq bo'ladi. Bularni umumiy soni deb qarab ketamiz. Uzunligini biz soni deb olamiz. Keyin ikkinchi gapda berilyapti. DNKlarda sitozin nukleotidlar soni o'zaro nisbati yo'q. Tak. Birinchi DNKda adenin va timin nukleotidlarda 120 ta vodorod bog'lanish bor. Demak, 120 ta vodorod bog'i bo'lsa, 2 ga bo'lib yuborsak, 60 ta adenin, 60 ta timin bor. Keyin ikkinchi ma'lumot, ikkinchi gapda sitozin nukleotidlar soni 1, 4, 2,5, 2 nisbatda. Sitozin nukleotidlar soni, ya'ni sitozin nisbati 1, 4, 2,5, 4, 2,5 hamda 2 nisbatda. Bu sitozin soni. Sitozinning, ya'ni foizi berilyapti bizda. Sitozin nukleotidlar o'zaro nisbatda bo'ladi, ya'ni son nisbati beriladi. 4-zanjirdagi DNKda sitozin 32%. 4-zanjirda demak bu 32%. Endi qolganini xulosasini chiqarsak bo'ladi. Timin bilan sitozin 50% deb hisoblasak, ya'ni bu 18%. Mana bu sitozinlar nisbatidan xulosa qilib chiqarishimiz mumkin. Agar 4-DNKdagi, ya'ni hozir agar 4-DNKdagi nisbat ikki qism bo'lsa, birinchisi bir qism. Demak, sitozin birinchi zanjirda 4-zanjirda 2 marta ko'p, birinchi zanjirda 1 marta. Bundan 2 marta kam. Bizda umumiy nukleotidlar soni 5x deb oladigan bo'lsak, mana shularni x deb olamiz. 5x, 10x, 10x hamda 4x deb olamiz. Mana bu sonlarni biz ixchamlashtirib olganmiz, shuning uchun bizga kerak emas. 32% sitozin bor debdi. Sitozinlar sonini topamiz. Sitozinlar sonini topish uchun 5x ning 32% ni topib olamiz. 5x da, ya'ni bu yerga 5x 100%. Tak, 32% qancha? 0.32 ga ko'paytirganimizda ham chiqadi. Ko'paytirib bo'lib proporsiya ishlaganimizda 1.6x. Demak, sitozinlar soni bu yerda 1.6x. Sitozin soni bo'lsa 2 marta ko'p, birinchi zanjir, 2 marta kam birinchi zanjirda. Shunda proporsiya ishlasak, tak, sitozin soni 2 marta kam bo'lsa 0.8x ta bo'ladi. Ya'ni 1.6 ni 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'lganimizda 0.8x ta sitozin bo'lsa, sitozinga birinchi zanjirda 0.8 ta x ta sitozin, guanin ham 0.8 ta. Umumiy nukleotidlar soni birinchi zanjirda 4x. Yig'indisini topamiz. Ya'ni 60, 60, 0.8, 0.8x. Umumiy hammasi 4x chiqishi kerak. Nima qilamiz? 120, 60 ni qo'shsak, qo'shilgan 0.8 ga 0.8, 1.6x teng 4x. Tenglamani ishlaganimizda x teng 50 chiqadi.
Demak, shulardan xulosa chiqarishimiz mumkin. X teng 50 chiqsa, 4 ga ko'paytirsak 200 ta. 10 ga ko'paytirsak 500 ta. 10 ga ko'paytirsak 500 ta. 5 ga ko'paytirsak 250 ta nukleotid kelib chiqadi. Hammasini mana sonlari kelib chiqdi. Tak, to'rtala DNKda jami guaninlar yig'indisini aniqlang deyapti. To'rtala zanjirdagi guaninlar yig'indisini aniqlang. Biz sitazinni aniqlaymiz, ya'ni sitazin soni guanin soni bilan teng. Ya'ni A savolda to'rtala DNKda guaninlar sonini aniqlang debdi. Sitazin soni 0.8x ga teng debdi. Ya'ni bu yerda 0.8 ko'paytirilgan 50 teng 40 ta. Demak, sitazinning bir qismi 40 ga teng. Bizda bir qism plus 4 qism plus 2,5 qism plus 2 qism. Ya'ni qolganlarida shunchadan qism bor. Jami bizda necha qism bo'lyapti? Sitazinlarning umumiy qismlar soni 9,5 qism bo'lyapti. Demak, bizda 9,5 qism sitazin bo'lsa, bir qismi 40 ga teng. 9,5 qismni mana bu yerda yig'indisi 9,5 chiqdi. 9,5 qismni ko'paytiramiz. 40 ga bir qism sitazinimiz shuncha. 9,5 qismimiz qancha bo'ladi? 380 ta. Demak, sitazin yoki guanin deb olishimiz mumkin. A savolining javobi. Keyin B savol. Ikkinchi DNKda vodorod bog'lar soni toping debdi. Ikkinchi DNKmizda o'zi 500 ta nukleotidimiz bor. Undan sitazin sonini topamiz. 50 ni 4 ga ko'paytirsak, o'zi bir qismimiz boya aytdik, bir qismimiz 40 ga teng deb hisoblagandik. 4 qismimiz 4 marta ko'proq bo'ladi. 160 ta sitazin bo'ladi. Sitazin 160 ta bo'lsa, umumiy nukleotid 500 ta bo'lsa, demak B savolining javobini topish uchun bizga o'sha umumiy songa, nukleotidlar soniga plus guaninlar yoki sitazinlar sonini qo'shib qo'yamiz. 160 ni. Vodorod bog' soni 660 ta. Demak, H bog' soni kelib chiqadi. B. Bu aniq. Uchinchi savol. Ikkinchi DNKda adeninlar 3-DNKdagi vodorod bog'larida nechta kamlik qiladi? Ikkinchi DNKdagi adeninlar 3-DNKdagi vodorod bog'lardan. 3-DNKdagi vodorod bog'lar sonini topamiz. 2,5 qism qancha bo'ladi? Bu yerda bir qismi 40 bo'lsa, 2,5 qismi 100 ga teng bo'ladi. Demak, sitazin soni 100 ta. Umumiy nukleotidlar soni esa 500 ta ekan. Demak, yuqoridan ko'rinib turibdiki, 3-zanjirimizda 500 ta nukleotid bor. Unga plus sitazin sonini qo'shib qo'yamiz. 100 ta sitazin bor. Tak, jami 600 ta, demak H bog' bor. Birinchi zanjirdagi adeninlar soni. Demak, birinchi zanjirda o'zi 500 ta yo'q. Savol bizga ikkinchi zanjirdagi adeninlar soni nechta farq qiladi debdi. Ikkinchi zanjirimizda umumiy 500 ta nukleotid bor. 500 ta nukleotid bo'lsa, sitazinlar 160 ta. Demak, sitazinlar 160 ta bo'lsa, timinlar 500 ta bo'lsa, 500 ta bitta zanjirda 250 ta bo'ladi. 500 dan 250 250 dan 160 ta ayirib qo'yadigan bo'lsak, 90 ta bo'ladi. Shunda 90 qo'ysak 250, bu taraf ham 250, jami 500 ta chiqadi. Adenin soni ham timin soniga teng bo'lgani uchun 90 ta adenin bor bo'ladi. Demak, ikkinchi zanjirda 90 ta adenin bor.
ikkinchi zanjirda 90 ta adenin bo'lsa, uchinchi zanjirda vodorod bog' soni 600 ta. Demak, farqi 600 minus 90 teng 510 ta. Farq. Ikkinchi zanjirdagi adeninlar qancha kamlik qiladi? Uchinchi zanjirdagi vodorod bog'idan qancha kamlik qiladi? Mana shunday.